Endi amaliyot qismimiz уже front-end tomoni bo'ldi. PHP ga shablonni o'girib, muammo qolmagan, ishlatib qo'ygandik hammasini. Endi buni общий ishlatamiz. Praktika jarayoni ketadi. Qaranglar, bazasi qanday bo'ladi? Kategoriya degan bitta tabletsa qilamiz. Kategoriyada bo'limlar ketadi. Masalan, o'quv kurslar, bosh sahifa, web dasturlash, Java dasturlash, Android dasturlash degan bo'limlar ketadi. Endi kategoriya children degani bor. Bu o'sha kategoriyani bolalari degani. Qaranglar, nimalar ketadi? ID'lar, name'lar, status, keyword, description va mana bu yer kategoriya ID bunga ulanadi. Mana masalan web bo'yicha nechta bo'limimiz bor? Front-end texnologiya bor, front-end dasturlash bor, back-end dasturlash bor. 3 tami? Aynan o'shalar ham bir nechta holatga bo'linadimi o'zi? Bir nechta ko'rinishga bo'linadi. Shu holatda masalan HTML bor, CSS bor, hammasi webga kirib ketadi baribir. O'shani bog'lash uchun mana bu ko'rinishda yaratilyapti. Ya'ni bu ko'rinish mana bu submenu bor mana. Kurslar, web dasturlash, Java, mana hokazo chiqyapti. Shuni o'rnida metta web, metta Java chiqadi. Web bo'lsa metta HTML, CSS va hokazo ketaveradi. Java bo'lsam Android, JavaFX va hokazolar ishlayveradi. Aynan shu holati mana bu tablitsada ikkitada ishtirok etyapti. Tushundingmi bu tablitsaga? Endi student deb qo'yaverdim, shu kursga yozilgan talabalar. Masalan, menga yoziladigan bo'lsa ID, full name, to'liq nomi, ismi, yili. O'sha agar bitirgan bo'lsa, statusi noaktiv bo'lib qoladi. Bitirmagan bo'lsa, hali aktiv bo'ladi. Agar to'xtatgan bo'lsa, noaktiv bo'lib qoladi keyinchalik. Shuning uchun aktiv va noaktiv. O'zini kabineti bo'ladi. Saytimizda login va parol orqali o'sha kabinetga kira oladi. Va undan keyin email elektron pochtasi bo'ladi. Va bu qaysiga bog'langan? Endi shu yerda kategoriya children name demaydi. Kategoriya name, ya'ni web gami, Java gami qaysi biriga bog'langan shu bo'ladi. Shu holati va telefon nomer ketadi. Endi shu studentni to'lovlari ketadi menda. Masalan, masalan mana bu studentda Jafarbek akam ma'lumotlar turadigan bo'lsa, to'lovlar. Masalan, Jafarbek akam fevral oyiga to'lov qildilar. Mekka kiritiladi fevral oyi, summa qancha? User full name, sizni to'liq nomingiz, ismingiz. Mana bu yerda qaysi bo'lim? Endi bu ham kategoriya deb uraylik. Kategoriya name. Masalan, web bo'yicha to'lov bo'lyaptimi? Web biriktiriladi. Bajarilgan summa. Mana bu yerda o'sha oyni to'lash kerak bo'lgan summasi chiqib turadi. Mana bu yerda bajarilgan summa, masalan 160 ming to'lash kerak bo'lsa, Jafarbek ham 100 ming to'lashdi. Qoldi, qancha qolyapti? 60 ming. Ayirib bunga yozib qo'yish kerak. Va vaqti o'qituvchi, qaysi o'qituvchiga biriktirilgan? Menga. O'qituvchi bu yoqda turibdi, mana teachers. Yangiliklar, endi bu sayt o'sha firma haqida, kurslar haqida yangiliklar ketadi. Shular qo'sh title, content, file qaysi bo'limga bog'liq? Web gami, Java gami, o'shaning uchun kategoriya ID ni bog'layman. O'qituvchi full name, to'liq nomi, status. O'qituvchi ishlayapti, ishlamayapti. Shuni aniqlash uchun aktiv, noaktiv. Kategoriya name, qaysi bo'lim? Web o'qituvchisimi, Java o'qituvchisimi bog'liq bo'ladi va telefon nomer, email pochtasi, vaqti, tug'ilgan yili. To'liq ma'lumot va chat bo'ladi bitta. Ya'ni Jafarbek akam to'g'ridan-to'g'ri menga yozishlari mumkin. Men Jafarbek akam yo Javohirbekka yo Muhammad Sodiqqa yo Hayotbekka ixtiyoriy bittalarga yozishim mumkin. Student o'shanda yozayotganimda student nomi ketadi. Masalan, men Javohirbekni tanladim. Tanlab turib Javohirbekka xat pochta yubormoqchiman, hali ma'lumot almashmoqchiman. Buni bu yerda teacher mani nomim tushadi. Sarlavhasi, ma'lumot, matni, fayl bo'lsa fayl yuklab jo'nataveraman. Aktiv. Agar sizga tushadi-yu kabinetingizga, o'qib bo'lganingizdan keyin aktiv emas, noaktiv bo'lib qoladi bu. O'qib bo'lishingizga noaktiv bo'ladi. Vaqti, qachon yuborilgan? Mana bu jadvalni nima qilish kerak?
yaratib chiqamiz va shu saytni to'liq tugatishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu jarayon. Qisqacha tushundingmi hozir? Jarayonga nima bo'lishi kerakligi saytda? To'g'ri, savol bor. Ikkita baza bo'lsa, ikkita bazada xaritalar. Hop. Ikkala bazada xaritalar yo'lsa bo'ladimi? Yo'q, endi nima bilaman, yo'q, u holat bo'lmaydi. Qanday foydasi? Qanday foydasi? Bazaga ko'chirib turgan. Undan bitta bazada o'sha ikkalasida bor ikkita tablitsa qilib yaratib qo'ygan yaxshi narsa. Yangilik kiritaman ya. Uni narsa eshitmaganman to'g'ri. Balki bo'lar. Ya'ni yo'g'anda bo'lmaydi. Yo'q, sizlarga keyin bu qo'ysa aldangan ekan. Deb lesson o'quv nimasi general C hop mana qo'shildi va birinchi web kategori bo'ladi. Nimalar bor? ID name. Birinchi bazani yaxshi tuzilsa ishimiz ancha yengil ketadi. Auto increment, unsigned, name, statusi, varchar 255 ta va status aktiv. Yo'q, keyword. Keyword degani kalit so'zlar. Mana shu bo'lim bo'yicha, masalan, web bo'yicha bo'lsa, keyinchalik haligi nima ham bo'lib qolishi mumkin-da, qidiruv tizimi. Haligi Keyworddan topib qidirib beraveradi. Mana bu holatda kategoriyani yaratdik va kategoriya children bor. Web kategori nima deymiz? Child qo'yaylik, child. Buni ID'si ketyapti. Yo'q, bu yerda bo'limga bog'liq kurslar. Masalan, web bo'ldi bir nechta yo'nalishga bo'linadi, HTML, CSS va hokazo ketadi. Mana bu holatda bu yerda name ketyapti. Varchar 255 ta. Statusi ketyapti. Active. Keyword description. Case ni qo'yilgan. Keyword. Nimani dara topib olasizlar? Ashib keladi. Description va kategori ID ga bog'lanaveradi. Bu unsigned bo'ladi. Kategoriya ID'siga bog'lanadi. Va bu yerda UTF-8 general C saqlanib xatolik qaytadi. Shu chatagi Nima qo'ydi? Ha? Yo'q, qo'yilmasin. Va birinchi shuni olaveramiz, qaranglar. Cascade, kategoriya ID, nima edi? Web lessonmi? Web lesson. Hop. Kategoriya ID ga saqlanib. Xatoliklar yo'q. Shunga stavit qilamiz. To'g'riroq birinchi kategoriyaga o'tyapman. Kategoriyaga stavit qilib turib nima deyman? Birinchi bosh sahifani qo'shaman. Bosh sahifa qo'shilyapti. Haligi menyuda chiqadi-yu endi bu. Menyuni ham shu yerdan yuklaydigan. Menyuni shu yerdan yuklaymiz. To'g'ridan-to'g'ri kategoriyadagi ma'lumotlarni menyuga olib beramiz. Va bu yerda kalit so'zlar bosh sahifa birinchi. Endi bunga shart emas, aslida keyingi, masalan, bizda nima bor? Web dasturlash bormi?
aktiv. Bunda juda ham ko'p ketadi. HTML5, CSS3, Sass, JS, jQuery, PHP, E2. Mana bu holatda. Qayta yana kiritaylik. Java. Dasturlash aktiv. Endi Java da qo'yamiz bunga va kompyuter soatxonligi aktiv. Nima bor keyin? Grafika qo'yoriga 4 ta bo'ldi nimami? Yana nima bo'lishi mumkin? Biz bilan aloqa aktiv. Biz haqimizdan oxiriga qo'yaman. Nima bor? Kontakt. Saytlarda ismlar ba'zilar qo'llanadi hammasi. Shunaqa ham bo'ladi ayrim holatda shart emas. Endi baribir haligi yangi menu qo'shib ber deydigan bo'lsa, o'sha bazadan qo'shilsa, bag'da pejini yaratib qo'yadi. Yana tan qo'shilsa, shunaqa ketaveradi. Biz sahifamizdagi aktiv, masalan, ko'pincha metlarda keladi-yu, web dasturlash, Java, Android kelyapti-da, masalan, Python ham qo'shilsa keyinchalik, u o'zgartirish kerak-da yana. Qo'shib qo'ysak, avtomatik metdan chiqib ketaveradi. Biz sahifamizdagi bo'ldi. Mana shu yetadi. Va obzor bitta ko'radigan bo'lsak, mana, ma'lumotlar turibdi. Endi kategoriya Charlesga o'taman. Mana bu bekitaylik buni. Istalmadimi? Lesson. Kategoriya bu Charles. Endi style qilaman. Masalan, bitta oddiy nima bo'yicha front-end texnologiyalar. Bu qaysi yo'nalish aktiv? Keyword HTML5, CSS3, JS, jQuery va hozirda kiritaveramiz. Description ham biror nima. Nimaga? Webga bog'layman. Buni. Keyingisi nimaga ketadi yana? Misol tariqasida front-end dasturlashi. Front-end texnologiya bu. Front-end dasturlash. Aktiv. Keywords. Endi mana uni bekor texnologiyaga JS, jQuery ni bekor kiritdik. CSS, bunga kiritiladi jQuery, React, Vue, Angular. Bu ham web dasturlashiga kiritiladi. Va shuni kiritib qo'yadigan bo'lsak bo'ladi. Mana shu holatda endi e'tibor beraylik. 2 dona ma'lumot qo'shib oldikmi biz? Endi mana bazadan olish o'rganamiz shunchalik. Widget qilishimiz kerak edi. Bitta mana bunga. Mana bu yerga chiqarishimiz kerak bu ma'lumotlarni. Xo'p. Uchinchi dars saqlaylik. Mana 18 ga ham o'tib qo'ydim mana. Amaliyotda menda lib kutubxonamiz bor. Hali libga hech qanaqa PHP fayl yaratmadim. Birinchi functionimiz PHP yaratamiz va bizda indeksimiz bor edi. Configdan keyin nima o'ylayman? Include libs ichida functions PHP ni yozaman. Funksiya qilib bu yerda yozaman-da, bunga yo'lab ketaveraman. Endi bu to'g'ridan to'g'ri nima qilyapti hozir? Qaranglar. Layoutda indeksni yuklayapti menga. Viewsda, layoutda nima? Indeksni yuklab beryapti. Indeksni ochamiz. Active editor. Mana bu narsalar shart emas.
bular mana yuqori qismi ketyapti shu menyu va eng muhim jarayoni bu yerda mana kurslar shu yerda ko'rib olishimiz kerak mana bu ko'rinishda. Demak, bu bilan tanishadigan bo'lsak, home, birinchi home kelyapti. Mana bu home. Lilarni yopib chiqaman hammasini. Mana. Tushunarlimi? Lilar yopilyapti. Va bu yerda lilarni agar o'tashadigan bo'lsam, taqlaydigan bo'lsam, menyu menyularni o'tashadim o'zi. Bu yo'qniki to'g'ri. Mana bunday ham bor ekan. Bu login registratsiya. Hop ko'ramiz. Responsive menu deyapti. Bu maillashuvnikimi ekan? Qaytaramiz buni. Java dasturlar ishlayapti. Registratsiya. Bu yoqda. Create new. Hop. To'g'ri. To'g'ri ishladi. Shuni olib tashlash kerak edi lilarni. Yapti. U yerlar. Işte olib qolyapsan ekan. Bunu to'g'ri ochib oldim faylni. Model. Models, user layout. Modullar var ha. Hop. Bunu olamiz. Spam'da ketyapti. Response menu. ID'ni ko'rdikmi? Shuni qidiramiz. O'chib ketgan-ku. Xo'p, mana shu narsani o'chirib oldim. Shu ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirib qo'yingchi. Xo'p, shuni qilamiz. Biz boshqa vazifaga ko'chirdik. Dars 9 dan dars 18 ga ko'chirildi. Ularni tomondan olib ketyapti. Endi ochyapti-yu. Hozir ana u nimadan olyapti ekan? Bo'ldi, tushunarli. Mana, hozir tushuntirib beraman. Mana bunda ham baribir o'sha xatoni berish kerak. Ha, tushunarli bo'ldi. Haqiqatan jinkiryapti. Amaliyot ishlayveradi. Nima o'zgartiraman desam, ishlayveradi. Mana qaranglar-da. To'g'ri-da, biz xato qilyapmiz-da. Hech qachon dastur adashmaydi. Mana bu yerda amaliyot o'shada. Mana bu yerda viewsda, masalan, layoutda indeksni ochib turib va active editor mana kurslar qo'yadigan bo'lsa o'zgarmaydi. Sababi mana bu yerda config'imni nima qo'yapti bu? Config backend 1 darslar bu amaliyot degan mana shu narsadan kerak. Bu yangitdan 9 dan olyapti avtomatik. Mana oddiy narsada adashyapti. O'zimizdan olishsin. Backend 1 ichida
Hop, backend bir ichida amaliyot to'g'ri. Faqat ma'lumotlar xato ishlayapti. Amaliyot, hop, qo'ygan jarayonlarni ham ko'ramiz. UJS'larni ham yozlash kerak. Config.js web ichida to'g'rilangan-ku, web ichida. Yo'q, bu to'g'rilangan. Rasmlar endi yozilmayapti. Mana bu faqat rasm olmayapti. Ctrl Shift G. Internet bilan 1.jpg. Localhost image from hop. Endi o'zgartirsak o'zgarish kerak. Bu ketyapti, to'g'ri jarayonlar hammasi. Kurslar ham to'g'ri. Endi mana bu yerda rasm borda bizda. Bu to'liq ulanda, endi muhimada. Yo'qoldi-da, qiynalganliklar. Endi qaranglar, biz menu bilan ishlaylik. Hop. Bizda nima bor? Lib bor, lib ichida db ishlagan bo'laveradi, db php ya, bazadan bilan ishlash uchun. Config ichida bunday narsani yozaman endi. Nima edi? Post teng bo'ladi nimaga? Localhostga. User name nimaga teng bo'ladi? User passwordlar bo'sh va db name ve lesson va table prefix ve mana ko'rinishda ishlayman. Ana endi db ga o'taman. Birinchi indeksga o'taman. Include libs ichida db nurlaymiz mana bu holatda. Hop, keyingi holat endi jarayon db ga o'taman. Function nima deyman? Connection dollar oldin global nima dollar config dollar db query avvalo dollar db teng new MySQLite dollar config db post dollar config db username dollar config db password for new active editor dollar config Madina db name va undan keyin dollar db query detail 800 o'rnatganda hop paket folda detail endi umumiy bitta get array degan funksiya qilamiz. Nima deydi? Default. Mana default deb qoldi. Get array qanaqadir array degan o'zgaruvchi keladi. Bu nima qilib beradi? Massivga yig'ish uchun alohida bitta funksiya qiladigan esimizda bormi? $, keeping node. While da
mana bu row degan o'zgaruvchini tenglayman. Dollar array da kelayotganini fetch array. Mana bu holat ko'rsatiladi. Va dollar array ni dollar inchisi teng bo'ladi nimaga? Dollar rowga. Dollar equals mana bu holatda. Return nimani qaytaradi? Array qaytarib beradi. Bu holatda qaytaradi. Endi aynan ma'lumotlarni olish uchun nimadan foydalanamiz? Avvalo menga ma'lumotlarni bularni olib berish kerak, to'g'rimi? Umumiy bazaga zaпрос ketadi. Qanday olsak bo'ladi mana shu yerda? Tayyor widget qo'yib olsak ham bo'laveradi. Tayyor widgetni qanday amalga oshiramiz? Qaranglar. Mana bu yerda bitta layout qo'shimcha widget 55 yaratyapman va bu boshlang'ich indeksni qanaqa yo'tamiz va include nima bo'ladi? List ichida widget html nima? Layout ichiga yaratib qo'yaman buni. Kopiya olamanda buni buni ichidan o'chiraman ma'lumotlarni. Delete. Bo'ldi, qolgan joylarni. Endi qaranglar. Avvalo ma'lumotni olishim kerak. Ma'lumotni olib turib, uni yana bitta qayta foydalanib, umumiy bitta select olamiz. Universal funksiya qilish kerak endi. Bitta universal funksiya bo'ladi. Connection tushunarli, array ham tushunarli. Endi undan keyingi holatda function get all select dollar $db teng nima bo'ladi? Connection $square teng yana $square element qilamiz. Bu yerga ruchnoy zaпрос yozaman. SQL teng select yulduzcha qaranglar. Birinchi mana shu yulduzchani ham boshqarish imkoniyatini qilaylik. Masalan, faqat bizga yulduzchamiz mayli, yulduzcha to'g'risini u hali sanab olishi bor-ku, kam. Uni alohida qilaveramiz. From get table prefix dollar tanaymi global dollar config return dollar configni nimasi db table prefix dollar t name ana holatda ma'lumot qaytaradi. Va bundan keyin get table prefix nima deyman bu yerga? T name. Mana bunda ham o'zgaruvchi keladi. T name degan. Yana qaranglar. Bu qandaydir shart asosida ham olish kerakmi bular? To'g'rimi? Shart asosida ham olib ketish kerak bo'lyapti bunda. Hozir shu yerda shu yergacha zaпрос to'xtataman, uzaman. Va bunda mana bu yerga qo'yamiz qo'shimcha condition shart null boshlang'ich agar kiritmasam null deb olib ketsin shartni. Va shu yerda if agar nima bo'lsa hammasini olish kerak bo'lsa where 0 qo'yib ketsa ham ishlayveradimi? Where 0 where 1 deb ketsak ishlaveradi. Hozir where 0 qo'yib ketsa qayerda? Condition 0 qo'yasiz-ku. Mana bunda olish mumkin. If agar condition 0 bo'lsa, 0 bo'lmasa mana o'tani bajarasiz. Aks holda bu bajarasiz. Agar men qiymat kiritsam conditionga $square teng shuni davomidan ketadi. O'sha shart masalan qanday? Bunday qo'ya qolamiz, qaranglar.
dollar condition. Mana bu holatda bog'lab turadi. Tushunarlimi? Aks holda kirib turamiz. Aks holda o'sha zaпрос hech qanday o'zgarish bo'lmasin. Agar ma'lumot bo'lsa, o'sha condition kelsin, bo'lmasa shart emas. Va endi eng oxirgi holatda mana shuni o'zim yozib qo'ysam ham bo'laveradi. Hozir qaranglar-da. Shart bo'lsa, shartni pryamoyga yozaveraman men. To'g'ridan to'g'ri. Agar bo'lmasa nima bo'ladi? Shart emas, yozish keragi qolmaydi. Bunday ish qilamiz. Va bu yerda universal bitta funksiyaga ega bo'lyapman. Xo'p, return mana qaytarib ber. Get array dollar SQL ni qaytarishdan oldin dollar query zaprosni bajarishim kerakmi? Dollar db orqali shu queryni bajargan. Nima edi query? SQL midi? Anada qaranglarda bundan ko'zlangan maqsad shuki. Echo bilan bitta ko'raylik. Echo dollar nima? SQL. Get all select chaqiraman. Mana bu indeksga, amaliyot indeksiga boshiga chaqiryapman. Get all select masalan lesson degan tablitsa nomi deyapman endi. Va undan keyin agar shart kerak bo'lsa shart yozaman, bo'lmasa shart emas. Mana ma'lumot chiqyapti menga avtomatik. Ha? Endi men shart qo'yaveradigan bo'lsam, masalan where nima bo'ladi? Shuni id'si teng bo'lsin 1 ga and id'si teng bo'lsin 2 ga, 3 gami. Order by id desk. Bitta where birlashib qolyapti. Birlashmaydi. Mana bitta zapros tayyormi? O'zim bu yog'ini kiritib qo'yaveraman demoqchiman. Bitta universal bo'ladi, xohlagan limitim olib ketaman, boshqa bir nima. Mana bu yerga zapros kiritib kelsa bo'ldi. Widget tayyor, u yoqdan chaqirib beraveradi. Ha, deb doim DB ga mana uni bitta ustunni olish uchun alohida, boshqa bir ustunni olish uchun alohida vaziyat qilinmaydi. Bu universal nima bo'ldi? Olish jarayoni bo'lyapti. Endi e'tibor qarataylik shu yerda. Query ga zapros bog'lanyapti va mana bu yerda bitta nima ochamiz? Bitta probel qo'yib qo'yaman. Haligi 1-2 qo'yapti-yu, shuni hisobiga. Endi esdan chiqib qolishi mumkin mana bu yerda. Bunday qilib ketib qolsak, mana to'g'ri olib ketaveradi endi. Va bu zapros bajarilyapti. Zapros bajarib bo'lingandan keyin query db query shu SQL va return bilan menga nima qaytarib ber deyman. Уже zapros ketyapti endi. Endi zapros ketayotgan joyda men buni to'g'rilab qo'yaman. Kategoriyamida kategoriy where bu kategoriyaning hammasini olishim kerakman. Demak, menga zapros kerak emas. Bundan kelayotgan qiymat. Demak, shuni kopiya qilyapman. Bu yerda chiqarmaymiz endi. Qaysiga o'tamiz? Widget o'taman. Widget yaratib qo'ya qolaylik, bitta. Yo, u yoqda chiqarib beraverayman. Ne, ikkita yo'li bor-da. Bitta funksiyani ichida biriktirib olsak bo'ladi. Umumiy. Bo'lmasa, juda muammo bo'lib ketib qolsa, layout indeksiga o'tamiz. Mana hammasi lilarmi? Lilar ketyapti mana. Mana bu yerga php for each. Mana bundan keladigan qiymatni olaman. S dollar row birlashtiraman. Chunki bu menga nima qaytaradi? Massив qaytaradi-da. Shuni for each bilan olyapman. For each bilan olib turib php and for each. Bittalikni shuni ichkariga joylayman. U sekinlik ichida takrorlanib ketadi. Config base urib turaversin. Mana bu yerini o'zgartirib qo'ysam bo'ldi. Dollar row nima deyman? Name de name mana bosh sayfa va hokazolar chiqyapti. O'taman qolganlarini.
Less nima ekan endi bu? Classless. Ayni juda muhim emas. O'zi ketma-ket chiqaveradi. Xo'p, xatolik. DB'da xato bor. Demak, xatolikni bitta ko'ramiz. DB'ga bitta ko'ramiz. 12-qatordagi xatolik. Hop. Array fetch array. To'g'ri ketyapti bu jarayon. Mana bu yerda xatolik bo'lyapti. Ya to'g'ri chiqardi-yu, chiqarishga. Mana buni ko'rmadinglar biz. O get array funksiyami? Get array tayyor funksiya. Mana bu nimaga o'tkazib beradi? Bunda xatolik yo'q. Ha, tiyadagimi? Mana bunda xatolik bizda. Bu yerda xatolik bor qandaydir. Table name, condition null. Prefixda Bunday qilib istagan bo'laveradi shekilli. Condition bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa nol qo'yib ketaveradi. Hop, bu yerda fetch array, xo'sh, get array amaliyotda xatolik kategoriy get all select shu funksiyani o'tdiga get all select category Kategoriya ham to'g'ri. kategoriya ham ko'radi, kategoriya to'g'ri. For each'da ketyapti ma'lumotlar. For each'da ketadi. Xo'p, funksiyaga o'tamiz. DB'da condition. Menimcha get table prefixdan kelgan. DB connection ulanyapti, to'g'rimi? Connection $DB. Xo'p, zaпрос ketyapti bu yerda. Mana bu yerda orday $DB ni nimasi? Error'ini ko'ramiz. On array mana buni olib tashlab qo'yaylik. Hop, get table select yulduzcha from. Video olasi. DB query index all select category $DB orqali connection bo'lsin. Bog'lanish bo'lyapti DB'ga. SQL teng $DB query bajarilgan. Select yulduzcha from hozircha web mayli kategoriyani o'tamiz va return $get array $SQL. Fetch array. No, fetch array funksiya bu. Bo'ldi, tushunarli xatolik. O'sha boshlanish holatiga qaytarganman. Ha? Boshqa vaqtda qo'llaman ham oxirgi tenga. O'zimiz bitta nimaligimizni, yana befarqligimiz qo'pol qilib aytilganda o'sha holat. O'sha shartga qaytarib qo'ying. Mana. Bundan ham oldingi shartimiz bor edi. Zaпрос nimada ketadi? Mana unda ketadi, to'g'rimi? Orada kerak emas. Mana bu ko'rinishda ketyapti. Mana bu yerda array degan o'zgarish kelyapti. Yana array massiv qilyapman. Qaysi birini olish qayerdan biladi bu? Array fetch array bu yo'q, to'g'ri bo'ldi. Endi
query. Mana bu yerga nima tashlayman? Query ni tashlayversam. Mana bu ko'rinishda chiqadi ma'lumotlar. Tushunarli bo'ldimi? Ha? Condition kerak bo'lsa davomida olib ketaveradi yani. Chat. Uni to'g'rilaymiz. Amaliyot. Layout index mana bularni olib tashlaymiz. Kompyuter soat xolligi, data flash, hokazolar. Endi bu pastga tushib qoldi. Biz haqimizda ham boshqa tushib ketib qoldi. Nimalarni bitirmaga olmaymiz? Ketadimi? Qaysi o'tasizmi? Bu bular ham chiqib ketib qolibdimi? Yo, o'zi bular alohida chiqadi. Ba'zidan shu holatga chiqaryapmiz. Endi bu ko'rinishda stil, font, size 16 pikseldan beradi. Biroq kichiklashadimi? Span o'ziga. Mana bu spanlar kerak. Bo'laveradi. Endi orasidan ham joylab borda buni. Ctrl Shift G. A'larda nima ketyapti? Paddinglar ketyapti. A'da katta bo'lib ketibdi paddinglar. 20 dan universal qo'ysam bo'laveradimi? Ana stilini padding 15 pikseldan. Yuqoriga endi bu 30 yuqoridan ikki tomondan 5 pikseldan. Yana nimalar bor? Padding 30 dan qolgan hammasi. Mana bu holatda ketyapti. Faqat yuqorida ma'lumotlar nima ketdi? Zichib ketib qolyapti. O'zi ma'lumotlarimizdan juda Ba'lamizdan biz haqimizda umumiy nima ketsin? Bosh sahifa kerakmi? Bosh sahifa kerak bo'lmasa. Bosh sahifani sudarish ko'ramiz. Mana nimaga qo'yib qo'yiladi? WhatsApp qo'shmabdi. Endi biroz bo'laveradi mana. Endi mana shu chiqyapti-yu. Shu chiqayotganda ham nechta limit chiqyapti? Nechta ma'lumot? Hop, 1 2 3 4 5 tami? 5 ta limit qo'yib qo'yishim kerak edi. Uning uchun mana bu yerga o'zimiz shart yozaveramiz. Bitta probe limit 5 ta. Endi bitta ma'lumot qo'shib turaman. Save. Aktiv. Bu ma'lumot chiqmaydi. Qachon admin o'sha dasturni beradigan bo'lsa, keyin chiqarish imkoniyatiga ega qo'ydim. Endi bunda nimalar ketyapti? Sub menyular bor, sub menyular. Endi uni qanday ishlaymiz? Mana shu sub menyuni qo'yib beraman, qolganini uyda davom ettiramiz. Qaranglar. Hop. 9-dars asl kopiyasi turibdimi? Views, layout. Qaranglar. Mana bu yerda kurslar mana. O'zi kurslar ichida mana bu ko'rinishda submenu ketyaptimi? Ha? Mana. Bizniki nima ketadi? Hech ketadi. Endi shu holatda
O'chirib yubordim-da men. Mana bu yerda ketish kerak-da. Mana bu yerda ketish kerak bizda. Buning uchun oldin nima qilish kerak? Tekshirish kerak. Mana bu yerda submenu kategoriya ID'si bilan buni ID'si nima bo'lishi kerak? Bir-biriga to'g'ri kelganda chiqarib bergan. Buning uchun nima qilamiz buning ichida, for each ichida PHP deskriptorlarni ochaman. If agar umumiy bitta $rowdan nimadan kelayotgan? $rowda ID'si teng bo'lsa, buni kategoriya ID'sigami? Buni qanday tushunamiz endi kategoriya ID'ni? Ana bunday qilamiz. Yana buning ichida for each bekorga universal funksiya qilmadikda. PHP and for each. Bu yerga nima deyiladi? All select as $r va buniki category child bo'ladi. Category child bolalar mana bu holatda va category child bo'lyapti. Bolalarni ushlab olyapti-da. Bunda faqat r ketyapti. Demak, qachonki $r ni nimasiga cat ID'siga teng bo'lsa, PHP and div shuning ichini bajaring deymanda. O'sha olingan ma'lumotni shuning ichiga tashlaymiz. ul endi ulda ulni olaman. Bu siklda aylanib ketib qoladi-da, hozir bir nechta bu. Bu yoqqa olib qo'yamiz. Oxirdan ulni ham nima qilamiz? Yoqamiz. Va bizga mana bu nimalar endi kerak emas. Bitta qolsa bo'ldi. Bu o'zi avtomatik nima bo'ladi? Tab menu bo'ladi. Mana bu ko'rinishda web dasturlash. Buni o'rniga nima qilaman? $r row demayman. $r name nimada? Mana nimasi? Name mana. Bu kategoriya child sonli. Buni element olgandan keyin saqlayapman va ko'radigan bo'lsak front-end dasturlash front-end mana holati chiqarib buzvordi nimasi? Ko'raylik mana buni. Lilar mana. Mana holatda bu buniki bunning ichida ketyapti. Alar buni holatida ketyapti. Ending and for each to'xtanglar. Haligi bor yo'q true false qiymat qaytaradigan funksiya qilib olsak ham bo'laveradi. Boolean holatida. Masalan, bu qanday bo'ladi? Hop. Layout. Mana bu UL. Agar UL shunday qo'yib ko'raylik hozir. UL bittali salom. Hammasi chiqish kerakmi hozir? Mana bitta o'zi nimasi xato ketib qoldi. To'xtanglar. Mana bu UL olamanda o'chirib tashlab, bu A ni ichida edi-ya mana. Mana. Bu A web dasturlash. O A'dan keyin ekan o'zi. Yo'q, A'dan keyin ekan.
tugayapti. Buni list qani mana buni? Va buni ochuvchi list qani? Mana shu yerda. Qaytaramiz jarayonni. O'sha holatda turibdi, faqat mana buni list qilib o'chirib yuboraman. Yaxshi. Yana ortiqcha funksiya yozgim kelmayapti. Boshqa funksiyada chiqarsa bo'ladi. Mana bir kelyapti. Hop. Ketyapti. Bu yerda span ajratamiz. Span. Mana bittasini olaylik, mana buni. List borini. Bu yerda mana bu ham kerak emas. Lining ichida bu $, name'da limit 5 ta deb qo'yganmiz. Ko'ramiz. Hammasidan bunaqa chiqyapti endi. To'g'rimi? Hammasidan bor. Endi UL'da olishdan oldin mana shu yerda nima beramiz? PHP for each deymizda mana bu ma'lumotni chiqarib bergan deymiz. $get all nima bo'ladi? Select category childsmi? Category childs. To'g'ri yozyapman-da bizani. Category childs va as $row. Mana ko'rinishda. E'tibor beramiz shu yerda. Umumiy hammasini ishlayveradi. Har bir siklda bu ham ishlab ketadi-da hozir. And for each. Har bir siklda ishlab ketyapti. Shuni saqoda, yana ish ko'payadi, nima bo'ladi, erinmasdan. Bitta yozib qo'ya qolaylik. Mana bu funksiyani yaratamiz. Function get first ID $id $name $id db teng nima bo'ladi? Connection SQL teng $db query meta zaпрос select yulduzcha from faqat nima bo'ladi keyin get table prefix bunda name ketadimi va where column teng ikkitalik column $nima id. Endi column degan o'zgaruvchi yo'qmi? Shuni ham o'zim qo'yib olaman. Ustuni nomini o'zim ixtiyoriy qo'yib olaman. Column id. Undan keyin bu narsa boradida to'g'ridan to'g'ri shu yerda row count borda bizda count teng $SQL da nimasi? Num rows return. Endi bu yerda bunday ish qilamiz. If agar $count o'zi 0 bo'lsa false bo'ladi. 0 dan katta bo'lsa true bo'ladi.
return true deyman. Aks holda return false deb qo'yaman. Tushunamizmi? Namro'zlar qatorlar. Namro'z soni nechta? Agar mana bu kategoriya ID'dagi ikkinchi ID'dan bo'lsa, ikkita chiqarib beradi. Haqiqatan bor, bo'lmasa 0 chiqaradi, false qaytaradi deyman. Tushundingmi? Mana bu tekshirib oladi. Endi bu yerga o'tib turib, mana bundan oldin tekshirib olish kerak edi. Ortiqcha ish bo'lib ketadi. If get has ID as nima deymiz? Birinchi kategori childsmi? Kategoriya child. E'tibor beramiz, albatta childni keyingi holati. Ustun nima edi? Cat ID midi? Kategoriya childsdagi endi nima qo'yiladi ekan? Rowni ID'si. Har biriga tekshirib beramiz. Birinchi ID 2, 3 borlarni shu yerda ushlab olganda true qaytarsa qiymat birato'la int qo'yaver deyman va agar true bo'ladigan bo'lsa, menda nimani qaytarish kerak? Mana bu jarayonni qaytarib berish kerak. Mana bu holatda well faqat well deymiz, e'tibor beramiz shu yerda. Hozircha mana shu tursin. Bitta ishlatib ko'raylik. Mana faqat debda bor, mana Java'da yo'q, counter-da boshqalarda yo'q. Endi e'tibor beramiz. Yana nimaga o'tyapman-da? Mana bu yerga. Bittali qoldirsam bo'ldimi? Qolganini keragi yo'q. Mana bu narsa ham xiraysi o'zlaricha nimadir qilib olgan ekan. Bu o'zimiz qo'yganmiz ekan. Tarmoq administratorligi shart emas. Mana bu holatda. Endi buni ichida agar bo'ladigan bo'lsa, ni nima qilish kerak? PHP for each. To'g'rimi? Liga yana ichida sikil aylantiraman. PHP and for each. Mana bu holat. Aynan bu liga $r name qo'yaman. Mana bu yerda get all select midi category nima childsmi category childs bu ko'rinishda ketaveradi. Aynan o'sha nima kelganda ID kelganda netkamda qilsagan bo'laveradi. Agar o'sha ID bo'lib qolsa, o'sha ID'dagilarni nima deymiz? Where ID teng bo'lsin, mana shu yerda boshqacharoq qilmayapti. Bunday qilib beray. Where ID teng bo'lsin, $row ni ID'si bo'ladimi? Mana bu holatda. Yo'q. Yo'q, ID'si bo'ladi, to'g'ri. Mana o'zgaruvchi sifatida qanday berish deb o'ylayman. ID teng hop $row'da ID'si. Mana bu ko'rinishda bersak ham ishlaveradi. Mana bu holatda. Faqat bu ID nega nima qoldi? Condition where ID teng $row'da ID'si.
yerda xatoda mana bu narsa. Ne qilaylik? Mana bu holatga ketyapman. Where dollarni ID frontend dasturlash bitta chiqyapti xolos. Hop. Frontend dasturlash bitta chiqyapti. Nimaga nomlayapsan? Frontend ikkinchisi keyin Chatayni olish kerakmi? ha? Ha. Chatayni olish kerak. Mana bu yerda nima edi? Cut ID ko'ramiz. Mana bu yerda. Nari bo'ldi? Cho'zildi. Yo'q. Buni ichidan chaqirib olsa juda oson chiqib ketadi u. Faqat eng optimal variantda qilish kerak. Bitta shunaqa qilsak o'zimizga nima bo'ladi? Endi mana shu yerga tugatamiz va pejlarni yaratamiz. Qaranglar. Pejlar qanday? Masalan, hammasida mana bu ko'rinishda ketyapti. Deb bossam counterga o'tishim kerakmi? Buni endi avtomatlashtirish holati quyidagicha bo'ladi. Xo'p, bizda nimalari bor? Mana. Mana bu yerda nima ketyapti? Shu yerda men aytaman, dollar. Bizda sub ester bormidi yoki ester bor edi, 40 olardi. Esimizda bormi? 40 olish funksiyamiz. Xuddi shundan foydalanaman. Ester qilib turib, nega dollar row name, o'sha name probel bo'yicha 40 ol. Bitta probel bormi, shuni 40 beradi. Ko'ryapsizmi? Mana qilyapti. Oxirini olib beryapti. Savodxonlik, aloqa, biz bilan aloqa, biz haqimizda oxirini qilib beryapti. Endi buni to'g'rishlash uchun to'g'risi bormidi buni? Biz metda ham biz ketib qolibdi. Kompyuter, Java va endi front-end texnologiyalardan nima qilamiz? Front-end texnologiyalarda bo'lmasa kategoriya bor edi-yu. Kategoriya mana bu. Bu yo'la shunda menu degan bitta nima qo'yib ketish kerak edi. Aytgan qo'shimcha strukturaga qo'shib keywordsdan keyin menu degan narsani qo'shib varchar 255 ta сохранить обзор. Mana masalan webmi? Web deb saqlash kerak. Java'mi? Java, kompyuter savodxonligimi? Kompyuter va eng oxirgi holati kontakt aboutmi? Endi mana bu yerga nimani? Menyuni chaqirib qo'ysam bo'ladi. O'sha aynan men kiritgan menyu bo'yicha ketaveradi. Nima? Menyu. Hop. Ester endi kerak emas. Mana ko'rinishda. Java, kompyuter, biz bilan kontakt, biz haqimizda iborat. Tushunarli bo'ldimi? Bu yog'ini bog'lab kelaveramizmi? Yana darsgacha? Yana darsimiz endi ertaga bo'ladi. Ertaga? Juma kuni